homilani rivojlanishiga tubdan ta'sir etadi. Qo'lsiz, oyoqsiz bolalarni tug'ilishi ko'payib ketganligi shoshilmayli homiladorlik bo'lishi kerak. 2000-yildan boshlab to 2005-yilgacha qo'lsiz, oyoqsiz bolalarni tug'ilishi ko'payib ketganligi statistikasi New York Times va New York Health Journalda chiqqan. Homilador ayollar juda ham ko'p ko'ngil aynash, bosh og'riq va homiladorlik paytida qusishni ko'payishi, ertalabki ko'ngil aynishlar, ovqati bemalol yoqmaganligi tufayli ko'p shikoyat qilib borgan va farmakologik kompaniyada bir farmatsevt talidomid degan dorini ixtiro qilgan. Umuman boshida hech qanaqa bir asorat bermagan, lekin keyinchalik homilador ayollarda homilani qo'lsiz, oyoqsiz rivojlanayotganligini va barmoqlarni bo'lmasligi kuzatilgan. Bu esa oddiy bir dori, talidomid, ya'ni biza bemor ahvolini yaxshilaymiz deb dori bermoqchi bo'lsak, uni nojo'ya ta'sirlari ko'payib ketgan. U farmatsevt o'ylaganki, men yaxshi qilyapman, men homilador ayolning holatini yaxshi qilib beraman, u ovqatlanyapti, u ko'ngli aynamayapti, uni uyqu tartibi yaxshiladi desaki, bu yerda homilani rivojlanishi turli xil nojo'ya ham ta'sir etgan. O'shancha predgravidar periodda yaxshi davolanib, o'z yiliga qarab, yaxshi ovqatlanib, sport bilan shug'ullanib, o'z yiliga bir yaxshi ko'radigan mashg'ulot bilan boshlasangiz, homiladorlik ham zo'r o'tadi.